Bugun sizlar bilan qarsildoq bezeli shirinlik tayyorlaymiz. Beze pishirganingizda o'xshab chiqmaydimi? Yaqinroq kelinglar. 8 ta tuxum oqiga yarim choy qoshiq tuz solib ko'pirtirib olamiz. Oppoqini tuxum oqiga oz-ozdan shakar solamiz. Hamma shakar solingandan keyin o'rta haroratda 3-4 daqiqa mikser qilib olamiz. Endi 2 osh qoshiq kukuruzning kraxmal solib birpas aralashtirib o'chiramiz. Bezeyimizdagi eng asosiy qoidalardan biri o'rta haroratda 3-4 daqiqa xohlagan o'lchamimizda listga yoyib olib, yong'oqla solib chiqamiz. Muzlikkina duxovkaga solib 130 darajada 3 soat pishirib olamiz. Pishgan bezelarimizni bir kechaga xona haroratiga qo'yib qo'yamiz. Endi navbat kremiga 300 gramm yumshoqqina tvorojniy va 300 gramm zaychik moloko solib bitta mikser qilib olamiz. Yumshatilgan tvorojniy sir ustidan 600 gramm qaymoq yoki slivka solib kremimizni yakunlaymiz. Sizlarga maslahatim, beze pishirgandan keyin darrov undan foydalanmanglar. Bir kecha yoki 2 kechaga xona haroratiga qo'yib qo'ying. Shunda bizning bezeyimiz qarsildoq va quruq bo'lib chiqadi. Endi beze ustidan krem va qulupnay terib 1 soatga muzlatgichga qo'yib qo'yamiz. Bir marta bo'lsa ham tayyorlab ko'ringlar. Bu shirinlik sizlarga aniq yoqadi.